Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Info Time kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video aslida bitta transfer haqida emas. Bugungi video bitta futbolchi haqida ham emas. Bu video zamonaviy futbolning ichki mexanizmlari, adolat va bozor, mehnat va e'tibor, kim ko'rinadi-yu, kim ko'rinmay qoladi degan savollarga javob izlaydi. Va bu hikoyaning markazida bitta ism bor: Eldor Shomurodov. Boshlanishiga rasmiy xabarni eslatib o'tamiz. Tammy Abraham Beshiktoshdan Aston Villaga o'tdi. Transfer summasi 21 million yevro. Ustiga yosh futbolchi Yasin O'zjan ham qo'shildi. Shartnoma esa uzoq muddatga 2030-yilgacha. Bu xabar chiqqan zahoti ijtimoiy tarmoqlarda, futbol muhokamalarida, ayniqsa bizning hududda bitta savol paydo bo'ldi. Nega aynan u? Nega aynan hozir? Va eng muhimi, nega Eldor emas? Bu savol hissiyotdan tug'ilgan emas. Bu savol faktlardan tug'ilgan. Chunki bugun Turkiya Super Ligasida Eldor Shomurodovning o'yini, uning maydondagi foydasi, uning statistikasi ko'plab hujumchilardan ustun. U oddiy rotatsiya futbolchisi emas, u jamoaning hujumdagi tayanchi. U yo'q bo'lsa o'yin buziladi, u bor bo'lsa himoyachilar doim hushyor bo'lishga majbur. Eldor o'yinga ta'sir qiladigan hujumchi. U faqat jarima maydonida kutib turadigan futbolchi emas. U orqaga tushadi, to'p olib chiqadi, pressing qiladi, raqib himoyasini ochadi. Ba'zan gol urmaydi, lekin golning yarmini o'zi yaratadi. Buni har bir o'yinni ko'rgan odam tushunadi, lekin transfer bozori har doim ham o'yinni ko'radigan odamlar tomonidan boshqarilmaydi. Shu yerda muhim nuqtaga kelamiz. Futbol bozori bu adolat tarozisi emas. Bu xavfni minimallashtirish tizimi. Ayniqsa Angliya Premyer Ligasi kabi milliardlar aylanadigan joyda. Bu yerda klublar ko'pincha kim kuchliroq degan savoldan ko'ra kim xavfsizroq degan savolni beradi. Tammy Abraham bu savolga qulay javob. U ingliz. U APLda o'ynagan. U bu muhitni biladi. U til biladi. U mentalitetni biladi. U bosim ostida qanday o'ynashni biladi. Aston Villa uchun bu futbolchi noma'lum emas. Ular uning nimaga qodir ekanini taxmin qilmaydi, ular biladi. Eldor esa boshqacha kategoriya. U o'z yo'lini har doim qiyinchilik bilan ochgan futbolchi. U hech qachon tayyor bozor mahsuloti bo'lmagan. U Rossiyada o'zini isbotladi. Italiyada juda murakkab sharoitda o'ynadi. Har doim bosim ostida bo'ldi. Har doim shubha bilan qaraldi va shunga qaramay u sinmadi. Bugun Turkiyada ham Eldor oson sharoitda porlayotgani yo'q. U har bir golni kurash bilan topyapti. U har bir o'yinda himoyachilar bilan jismoniy jang qiladi. U jarima maydonida tinch qo'yilmaydi. Unga nisbatan o'yin rejalari quriladi. Bu esa futbolchining haqiqiy darajasini ko'rsatadi. Lekin APL klublari uchun yana bir savol bor. Eldor qachon keladi? Qanday sharoitda keladi? Qanday klubdan keladi? Va eng muhimi, uni olish jarayoni qanchalik murakkab bo'ladi? Yevropalik bir skautning fikri shu yerda juda katta ahamiyatga ega. U aytgan gaplar ko'pchilikning ichidagi savolga javob bo'la oladi. Bashakshahir Eldorni qo'yib yuborishga qarshi. Bu klub oddiy klub emas. U moliyaviy jihatdan mustaqil. U sotishga majbur emas. U futbolchini bozor uchun tayyorlab qo'yadigan loyiha emas. Bunday klublardan futbolchini olish qiyin. Ayniqsa qishki transfer oynasida. Chunki qishda sotish odatda majburiyatdan kelib chiqadi. Bashakshahirda esa majburiyat yo'q. Shu sababli APL klublari bunday vaziyatda orqaga chekinadi. Ular vaqt yo'qotishni, siyosiy yoki moliyaviy murakkab muzokaralarni xohlamaydi. Bu yerda yana bitta ochiq haqiqat bor: pasport masalasi. Bu haqda ochiq gapirilmaydi, lekin transfer qarorlarida u doim bor. Eldor Markaziy Osiyodan chiqqan futbolchi. Bu hudud ingliz bozorida hali to'liq o'rganilmagan. Skautlar uchun bu noma'lum demakdir. Noma'lumlik esa risk degani. Risk esa qishda ayniqsa qimmat turadi. Chunki qishda xato qilish imkoniyati kam. Agar futbolchi moslashmasa, butun mavsum zarar ko'radi. Shu sababli ingliz klublari ko'proq tanish profilga yopishadi. Ammo bu Eldor uchun umuman imkon yo'q degani emas. Aksincha, Eldorning yo'li boshqacha. U tez yulduz bo'ladigan futbolchi emas. U sekin, lekin barqaror ko'tariladigan futbolchi. Bunday futbolchilar ko'pincha kechroq, lekin mustahkam joy egallaydi. Eldorning kuchi shundaki, u har xil futbol maktablarida omon qoldi. Har xil murabbiylar qo'l ostida o'ynadi. Har xil tizimlarga moslashdi. Bu esa uzoq muddatda juda katta ustunlik beradi. Chunki u bitta rolda qotib qolmagan. Bugun Abraham APLga qaytdi va e'tibor markazida. Ertaga u kutilgan darajada o'ynamasa, bu transfer tezda unutiladi. Eldor esa har hafta maydonga chiqib, o'zini yana isbotlaydi.
bo'lmaydi. U jim ishlaydi, u shovqinsiz mehnat qiladi va bunday futbolchilar ko'pincha birdan emas, lekin keskin sakraydi. Bugungi video aslida shuni aytmoqchi. Masala Eldorning kuchsizligida emas, masala uning yo'lining murakkabligida va bu yo'l hali tugagani yo'q. Agar Eldor yozgi transfer oynasigacha shu tempda davom etsa, agar u katta o'yinlarda yana o'zini ko'rsata olsa, agar u klub masalasida biroz erkinlikka chiqsa, vaziyat butunlay o'zgaradi. Chunki yozda bozor boshqacha ishlaydi. Yozda klublar sabrliroq bo'ladi. Yozda moslashuv uchun vaqt bo'ladi. Shunda savol o'zgaradi. Nega Eldor yo'q emas, balki qaysi klub Eldorni oladi degan savol paydo bo'ladi. Va o'sha paytda bugungi Abraham transferi fon bo'lib qoladi. Chunki futbol tarixida ko'p marta shunday bo'lgan. Jim ishlagan futbolchi oxir-oqibat o'rnini topgan. Eldor shunday futbolchi. U baland ovozda gapirmaydi, u maydonda gapiradi. Ehtimol bir necha yil o'tib bugungi videoni yana eslaysiz. O'shanda savol boshqacha bo'ladi. Nega Eldorni shuncha vaqt ko'rishmadi degan savol bo'ladi o'shanda. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.